7-daqiqada Surxon gol urdi. Sho'rtan darvozasiga tezkor gol do'stlar. Humoyun Sherbo'tayev Surxonni hisobda oldinga olib chiqdi. Hozir esa Paxtakor hujumda va gol! Hisob ochildi. Hisob ochildi. Sherlar raqib darvozasini ishg'ol etyapti. Diyor Xolmatov raqib darvozasini ishg'ol etyapti. 8-raqam o'yinning 17-daqiqasida hisobni ochdi. Uzun pas qanotga. Bu yerda Flamarion to'pni Hojakbarga yetkazdi. Alijonov maydonda saqlab qoldi. Himoyachilarga tegib, yana mana bu vaziyatda kichik rikoshetlar yordamida to'p Diyorga kelib tushdi. Hojakbarni qarang, qaytardi, darvozabonga tegdi. Darvozabondan himoyachiga tegib, Xolmatovga bordi. Xolmatov esa bo'shliqni ko'rdi. Jarima maydonchasida hamma zich joylashgan pallada unga to'p borganda bo'shliqni ko'rib, o'sha tomonga to'pni yo'naltirdi. Darvozabon kech qoldi tashlanishga. Flamarion, Alijonov, darvozabon va himoyachidan kelgan to'p Xolmatovga bordi.